o'smirlar o'rtasidagi Saudiya Arabistoni maydonlarida bo'lib o'tgan nufuzli musobaqada muvaffaqiyatli ishtirok etib, yuksak sovrin Osiyo Kubogini qo'lga kiritganingiz bilan xalqimiz nomidan, o'z nomimdan, chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Avtomobillar topshirilishi e'lon qilindi. Farmonni Prezident administratsiyasi departamenti rahbari Odil Qalandarovich Abdurahmonov o'qirganlar, shuningdek, mukofotlarni topshirish uchun Bosh vazir Abdulla Sharipov hamda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidenti Bahodir Nizomovich Qurbonov ishtirok etdilar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni o'zining yorqin iste'dodi va professional mahorati, ulkan azmu shijoati hamda mustahkam irodasini namoyon etib, Saudiya Arabistonida futbol bo'yicha o'smirlar o'rtasida o'tkazilgan nufuzli musobaqada mislsiz jasorat va matonat namunasini ko'rsatgani, Osiyo Kubogini qo'lga kiritib, o'zbek futbolini tarixda yangi bir shonli sahifa ochgani, shuningdek, yangi O'zbekistonning jahon miqyosidagi obro' e'tiborini yuksaltirish, yosh avlodni milliy g'urur va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishida faol ishtirok etib kelayotganligi uchun quyidagilar mukofotlansin. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan sport ustozi faxriy unvoni bilan Ismoilov Islombek Murodbek o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi bosh murabbiyi. Kelajak bunyodkori medali bilan Abdukarimov Miraziz Erkin o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi a'zosi. Abdullayev Faridjon Nodir o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi a'zosi. Azizbek Ikromjon o'g'li, futbol bo'yicha o'smirlar o'rtasida terma jamoasi a'zosi.